Bunaqa To'xtang, nima qilyapsiz? Oy. Bu o'ta yonmas, suvda cho'kmas jiddiy travertin. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Suvni olamiz va hech qanday suvdan asar ham qolmadi. Travertin bu nafaqat chiroy, bu inson dedi. Bu tosh emas, bu boshqalardan ajralib turadigan farq. Qarang, qanday uyg'unlik, rang, shakl, tuzilma, hammasi o'ylangan. Quyoshda yaltiraydi, yomg'irda ham o'z jozibasini yo'qotmaydi. Bu uy egasining xarakteri haqida gapiradi. Jiddiy, zamonaviy. Travertin bilan qoplangan har bir devor bu mehnat, bu mezon, bu sifat. Uy qurish oson, lekin did bilan uy qurish esa bu san'at. Siz ham orzuyingizdagi uyni xohlaysizmi? Boshi fasaddan boshlansin. Travertin tanlang. Klassik go'zallik hech qachon eskirmaydi. Qizig'i, bunday go'zal xizmatlar O'zbekiston bo'ylab ko'rsatiladi. Ushbu ishga ustalarimiz 10 yil kafolat berishar ekan. Eng qiziq joyi esa narxida ekan. Narxi, yetkazib berish, xom ashyo, usta haqqi hammasi ichida 1 kvadrat metr uchun atiga $11 ekan. Yozning jaziramasi, qishning qahratonida 100% chidamli. Yuqorida ko'rib turganingizdek, har qanday chang va loylarni oddiygina bitta suv bilan yuvib tashlash imkoniyatiga egasiz. Agar siz ham uyingizni mana shunday travertin bilan bezamoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.